Yana bir bor assalomu alaykum, xayrli kun hammanglarga. Yana bir ochiqlik qilamiz. U inson afsusdami, ya'ni munosabatda urushib qolganlar, ayrilganlar, hozir pauzada turganlar, u insoningiz afsusdami, ya'ni sizni o'ylayaptimi? Qilgan ishlaridan afsuslanyaptimi deb ko'rib olamda. U inson afsusdami? Variant qilmayman bunda, общий tashab ketamiz. Hozirgi energiyasi u insonni qanaqa holatda turibdi? Oila davrasida, oilaga bu insonga pul kerak. Bu insonda pul yo'qotish bo'ldimi yoki puldan muammosi bormi? Pul haqida o'ylayapti. U afsusdami deganimda. O'ziga yarasha mas'uliyatlari ko'p bu insonni, juda mas'uliyati ko'p oilasida. Taqdiri charxpalagi bu nimani bildiradi? Bu insonga nima deydi? Sizga qilganlari qaytib kelayotganligi, bu hayot karma qaytishi borligi. Chunki charxpalak aylanib yana bu insonga kelayotganligi bildiradi bu. Lekin oq ko'ngil inson, bu inson yomon inson bo'lmagan. Faqat gaplarini o'ylamay gapiradigan inson. Tugash bo'lyapti, buni hayotida nimadir tugash bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Yo'l yo'q deyapti. Bilmadim, puldan muammosi bo'lyaptimi, o'zini mas'uliyatlarini gapiryapti, tugayapti, yo'l yo'q deyapti. Bo'ldi, menda boshqa yo'l yo'q deyapti. O'tmishga yo'l yo'q deyapti. Ya'ni siz tarafga yo'l yo'q deyapti bu inson. Ajoyib. Afsuslanyaptimi u inson? Qani, siz haqingizda o'yladimi? Afsuslanishi bormi bu insonni? Ko'ramiz. O'tmish tugadi deyapti. O'tmishga yo'l yo'q deyapti. Tugash, afsuslanayotgan, o'tmishga yo'l yo'q deyapti. Bu inson o'ta kontrol qilgan sizni yoki bo'lmasa bu insonni o'ta kontrol qilishyapti hozirgi hayotini. Vaqt ko'rsatadi deyapti. Ya'ni vaqtga solib qo'ydi bu inson nima bo'lishini, nima qo'yishini vaqt ko'rsatadi deyapti. Chunki bilmadim, 3 kishiliklar bo'lsa, ayoli bilib qoldimi? Bu insonni har bir qadamini kontrol qilyaptimi? Bu inson rosa o'ylovda. Ruhiy zo'riqishda, ya'ni kechalari uyqulari qochyapti, ko'p o'ylanyapti, afsuslanyapti. Siz tarafga yo'l yo'q deyapti, ya'ni o'tmishga yo'l yo'q deyapti, qiynalyapti. Bu insonda tanlov turibdi. Siz tarafga yoki oilasi. Ko'proq 3 kishiliklarga tushyapti bu karta. Sehr tufayli ham ketgan bo'lishi mumkin bu inson. Sehr bo'lgan bo'lishi mumkin o'rtanglarda, chunki sehr kartasi tushyapti. Sehr kartasi tushyapti chunki ko'p narsalari anglab yetyapti. Bu narsa nimani bildiradi? Siz oldingizda bu inson rosa xotirjam bo'lgansiz. Bu inson uchun nima deydi? Erkin his qilgansiz, oldingizda xotirjam bo'lgan, tinchlik bo'lgan bu insonga. Sizdan halovat topgan bu inson. Ko'p haqiqatlari anglab yetyapti, ko'p narsalarni tushunib yetayotganligi. Ko'p narsalarni tushunib yetayotganligi. Ya'ni bu insonga o'sha nima deydi, yaxshi kunlariga o'sha umid qolmaganligi. Siz g'alaba qozondingiz bu munosabatda, siz yutib chiqqanligingiz. Bu insonda pul tarafdan ham muammo bo'lyapti. Ya'ni taqdir charxpalak aylanib puldan muammo bo'lyapti. Bu inson haqida nimanidir eshitasiz. Ko'p narsalarni tushunib yetyapti va o'zini ustida ishlayapti bu inson, anglab yetyapti. Bu insonga pul kerak. Ya'ni bu inson nimani xohlayapti hozir? O'zini ustida ishlash kerakligini, hayotini boshqatdan boshlashi, hammasi alg'ov-dalg'ovligini aytyapti hayotida. U sizni o'ylayaptimi? U sizni o'ylayapti. Qarang. Buni hayotida ham yaxshi emas. Bu mushuk nimani bildiradiki, buni hayotida yaxshi emas, ziyonlari bor, sehr bor. Yashashga bo'lgan qiziqishi yo'q. Bunda hamma narsa tugayapti, ko'ryapsizmi? Sizni shunaqa ta'riflayapti. Siz bu insondan kuchliligingizni, sizni chiroyliligingizni, har taraflama ustunligingizni,
sizni kuchli shaxsligingizni tan olyapti. Sizga bo'lgan hislari hali ham borligi, sizga beparvo bo'lganligini aytyapti. Siz har taraflama bu insonga to'g'ri keladigan inson bo'lgansiz. O'rtalarga shayton aralashganini aytyapti. Ya'ni ketishga majbur bo'lgan bu inson sizdan. Chunki oyoq qo'li bog'langan holatda, bu sehr kartasi oyoq qo'li bog'langan holatda siz tarafga yo'l yo'q deyapti. Ya'ni yo'l ketishga majbur bo'lganligini aytyapti. Xafa holatda, tushkun holatda hozir bu inson. Tushkun holatdaligi. 3 kishiliklar tufayli bu insonda pulsizlikdan ham muammo bor. 3 kishiliklar tufayli ketgan, ya'ni ayoli tufayli, oilasi tufayli sizdan ketganligi. Sizdan lekin hali ham umidini uzmaganligi, adolatsizlik qilganligini aytyapti. Ya'ni sizga nisbatan adolatsizlik qildi bu inson. Ko'p narsani tushunib yetyapti, umidsizlikka tushib turibdi hozir holati. Sizda hammasi yaxshiligini aytyapti. Sizda hammasi yaxshi, pul tarafdan ko'ryapsizmi? Sizda mavqe tarafdan ham, pul tarafdan ham bu insondan kuchliligingiz, yaxshiligi, o'zini ayblab turibdi bu inson. Sizni oldingizda o'zini aybdor his qilyapti. O'zini ayblab turibdi. Shubhalanyapti, qo'rqyapti. Hayoti bunaqa alg'ov-dalg'ov bo'lib ketganiga. Barakamni yo'qotdim deyapti bu inson. Har taraflama barakasini yo'qotdi. Hammasini tashlab ketish holatida turibdi hozir. Juda qo'rquvlari, tushkunlik holatida. Tashlab ketgisi, siz bilan uchrashgisi, oldingi hayotga qaytgisi kelyapti bu inson. Siz bilan yana oldingidek munosabat qilishi, birgalikda xursandchilik kunlarini eslayapti. O'zini tuyg'ularini boshqarishga harakat qilyapti. Sizga bo'lgan hislarini boshqarishga harakat qilyapti. Aql bilan ish qilishga harakat qilyapti bu inson. Izlanyapti bu inson, izlanishda. Sizni kuchli shaxsligingizni, go'zalligingizni har taraflama. Sizda hammasi yaxshiligini aytyapti. Siz bu insonni har taraflama to'g'ri kelgansiz bu insonga, har taraflama siz go'zalligingizni, kuchliligingizni har taraflama, ya'ni obro' jihatdan ham, pul tarafdan ham, har taraflama siz bu insondan kuchliligingizni, sizda hammasi yaxshiligini aytyapti. Adolat qaror topdi deyapti. Ajoyib. Albatta u inson afsusda, ko'rdinglar, har taraflama ishlar orqada, o'ylovda, nima uchun ketganligigacha aytyapti bu inson. Afsusda, sizni o'ylayapti, sizdan hali ham umidini uzmagan, sizni chiroyli ta'riflayapti. Rahmat hammanglarga.